Avvalgi videolarimizda Qamchiq dovoni haqida ma'lumotlar bergan edik. Bu safar dovon va dovon yo'liga xos tarixiy kadrlarni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Qo'qon-Toshkent yo'lidagi Sirdaryo ko'prigi 1959-yil. Rezaksoy atrofi 1973-1974-yillar. Dovondagi monument 1965-1978-yillar. Dovon manzaralari 1995-1997-yillar. Konchilar klubi 1961-yil. Kon boshqarmasi 1961-yil. Keyingi videolarimizni ham kuzatib boring. Eng qiziqarli ma'lumotlarni albatta bir qiziq sahifamizdan topasiz.